haqida gaplashgandik. Endi bilasizmi nimaga inson bir narsaga ahamiyat berishingizni so'rardim. Masalan, nima uchun biz har doim boy bo'lgimiz keladi, nima uchun orzularimizga erishishimiz keladi? Mm, Negaki bizda bu tabiiy holat va bu bo'lishi kerak aslida. Va shuning uchun ham biz doimo shu energiyada yuramiz. Ya'ni men sizga aytdimki, biz hammamiz nur yo'lida ketishda davom etmoqdamiz va yaratuvchiga qarab ketyapmiz. Birinchi o'zimiz ichimizdagi yaratuvchiga va yagona yaratuvchiga qarab. Endi shunday ekan, bu paytda bizdagi yaratuvchi geni, ya'ni aniq biladiki, biz har doim sehrgar bo'lganmiz va biz har doim barcha bizga energiya beradigan, bizni quvontiradigan xohishlarimizga oson yengil erishishimiz kerak aslida. Lekin biz har xil karma jarayonlarida, karmический holatlarda biz nima qilamiz? Bu narsani unutib boramiz. Ya'ni, masalan, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bir marta aytasiz, mana orzu qilasiz, yozasiz, chizasiz, energiya berasiz-da, keyin 10 kun, 15 kundan keyin bu jarayon bosilib qoladi. Siz yozgan paytingiz xuddi o'sha payt tez erishadigandek tuyulasiz, lekin bir necha kun o'tgandan keyin bu so'nib qoladi. So'ngan paytda nima bo'ladi? Yozib oling yaxshilab. Sizni yashashga, orzularingizga erishishga, yaxshi pul topishingizga, sevgida yashashingizga yo'l qo'ymaydigan programma, shu programma ko'tarildimi, bu sizni karmik jarayonlaringiz, ya'ni karmический savollaringiz ko'tarildi degani. Shu paytda sizni qiziqishingiz yo'qoladi, orzularingizga ishonmay qolasiz, pullar kelishi to'xtab qoladi, go'yoki-da. Ya'ni siz tushunishingiz kerak, bu judayam kerakli bo'lgan, unutishingiz kerak bo'lmagan, yodingizda saqlashingiz kerak bo'lgan qonun-qoida. Yozib oling. Bugungi darsimiz videosiz, sababi siz videolarga, ya'ni har xil rasmlarga deylik chalg'imasligingiz uchun. Qarang. Demak, sizni yashashga bo'lgan qiziqishingiz yoki kasalliklar yoki o'zingiz xohlagan hayotda yashashingiz to'xtayaptimi? Mana shu boshlandimi yoki-da bu sizni karmik jarayonlaringiz boshlandi degani, ya'ni karma vaziyatlari boshlandi degani va karma vaziyatlari bu sizni haqiqiy bo'lishi kerak bo'lgan holatingiz emas. Bu sizni o'tib ketishingiz kerak bo'lgan holat. Ya'ni albatta karma jarayonlari ko'tarilishi kerak va siz bu jarayonlardan o'tishingiz kerak bo'ladi.